Opamiz qoldi otamizdan, aka-ukalarimiz qoldi. Ularga biror bir narsani tortiq qildingiz. Uyingizga chaqirdingiz, dasturxon yozdik. Opajonlarim, ukajonlarim bir duo qilinglar dedik. Shu dasturxonlarni o'rni qanaqa qilib to'lib ketganini, ziyoda bo'lib ketganini bilmay ham qolamiz. Yaxshilik mana shunday bo'ladi. Yaxshilikning mukofoti faqat yaxshilik bo'ladi. Qur'oni Karimda Robbimiz aytadiki, hal jazaul ihsani illa al ihsan. Yaxshilikning mukofoti faqat yaxshilik bo'ladi. Sadaqa qilib siz yaxshilik qildingizmi, buni albatta savobi bo'ladi, buni mukofoti bo'ladi, deyapti Alloh Rabbul alamin. Bizni xalqimizda shunday maqol bor, savob ishni tagi teshik bo'ladi deb qo'yadi. Yo'q, unday emas. Savob ish haqiqatda qilinsa, qo'yavering, qilavering u ishni. Biz ajratmaylik. Hamma amallarni qilaverishimiz kerak. Suvga don tashagin, baliq bilmasa, xoliq biladi degan gap ham bekorga aytilmaydi. Bilmayotgan ekan qilgan yaxshiligingizni qo'yavering. Siz uni deb qilmayapti-dingiz o'zi aslida. Alloh uchun qilyapti-dingiz. Qilavering. Uni albatta mukofoti, uni albatta Alloh subhanahu va taoloning huzuridagi ajri ziyoda bo'ladi.